Doktor, 20 yoshimda erga tegdim. Erim bilan 10 oy yaqinlik qildik. Hozir to'yimga 6 yil bo'ldi. Menga 5 yildan beri даже qo'lini ham tekkizmaydi. Yaqinlik qilish u yoqda tursin, nima dardi bor aytmaydi. Hozir 27 yoshdaman. Juda bir ersizlikdan qiynaldim. Lekin zino qilishdan qo'rqaman. Nima maslahat berasiz? Deb savol yo'llashdi. Erim hozir 35 yoshda, men 27 yoshdaman. O'sha 5 yil oldin har kuni birga bo'lardik. Umuman qizg'onmaydi. Nima qilaman, qayerga boraman, ish ham yo'q. Bo'yi 1.80, vazni 126 kilogramm. Xo'p, eshitdingiz a? Bunaqa holatga men to'g'risi chidab tura olmayman. Mana shuning uchun ham mana shu videoni oldim. Bu videom hurmatli erkaklar sizlar uchun. Yaxshilab eshiting, ko'p gapirmayman va tushuntirib o'taman. Mana shu holat bemorimizda 5 yildan beri eri bilan aloqa qila olmaydi. Ya'ni qila olmaydi emas, qilmaydi. Eri unga yaqinlashmaydi, qizg'onmaydi, rashk ham qilmay qo'ygan. Bu nimadan darak beradi, bilasizmi? Endi men bemorni o'zi bilan gaplashmadim, eri bilan boshqa bilan gaplasha olmadim. Menga aloqaga chiqmadi. Chiqsin menga eringiz aloqaga dedim. Yozganlari ham yo'q, kelmadilar ham. Endi bu holatda ko'rib turibsiz, erini yoshi kattaroq, ayolniki yoshroq. Vazni ortiqcha. Bu holatda men nima deyishim mumkin? Bemorda ortiqcha vazn hisobiga gormon o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni testosteron erkakni erkak qiladigan, jins holat turg'izadigan gormon, testosteron gormoni tushib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ayollik gormoni oshib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki gap psixikasida bo'lishi mumkin. Ya'ni qarashlari o'zgargan. Bu degani nima? Bu degani endi bilmadim, men hozir предположение qilib nima qilib turibman, taxmin qilib turibman. Qiziqishlari boshqalarga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ayollarga emas. Tushundingiz-a? Bu holat ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa oiladagi muhit. Lekin oiladagi muhit deymiz 5 yil qanaqasiga ayol chiroy ayoli tursa, yosh bo'lsa o'zidan nimaga ayoliga qaramasligi kerak 5 yildan beri? Ayol oilasida muammo bo'lsa yoki boshqa bo'lsa. Men bunaqa erkaklarni tushunmayman. Mana shu holat nimaga olib kelishini bilasizmi? Mana shu ayol kishi xiyonat qiladi qachondirki. Bu 90% aniq. 90% aniq. Lekin mana shu xiyonat bilan u o'zi gunoh yozib oladi. Shuning uchun keyin nima bo'ladi bilasizmi? U qo'ldan qo'lga o'tib ketishi mumkin, ko'chaga chiqib ketishi mumkin, oilasi barbod bo'ladi. U farzandi bor, bitta farzandi bor degan bo'ladi. Lekin bu erkak degan erkak ayoli bilan yotmaydi. Hozir men prosta asabiylashib gaplab turibman, ko'p narsani ichimdagi gaplarni ayta olmayapman. Lekin mana shu holat bo'lmasligi uchun, ayolingiz ko'chaga chiqib ketmasligi, ayolingiz sizga xiyonat qilmasligi uchun ham ayol kishiga jins aloqa juda zarur. Kamida haftada 2 yoki 3. Kamida. Agar erkak bo'lsangiz, quvvatingiz bo'lsa, albatta buni qila olasiz. Agar muammo bo'layotgan bo'lsa, keling, o'zim davolab beraman sizga muammongizni. Turmayotgan bo'lsa, xohish kelmaydigan bo'lsa, ayolingizni jinsiy aloqasiz qo'ymang do'stlar. Bu video faqat mana shu savol uchun olingan edi va hurmatli erkaklar, faqat aloqa qiling ayolingiz bilan. Ayolingizga yaxshi gapiring, ayolingiz bilan yaxshi muomalada bo'ling. Ular ham odam. Albatta, bu videoligimiz aytganimdek ko'pga bormaydi, qisqa qilib olindi. Hozir emotsiyalarda bu videoni olyapman. Hozirgina kelib qoldi bu so'zlar. Shuning uchun men syomka dedik, hozir shuning uchun bu videoni oldik. Meni maslahatimga rioya qilasiz degan umiddaman. Agar muammongiz bo'lsa, nomer qoldiraman. Operatorim nomeri Telegramda yozinglar. Ko'rgimga kelinglar. Muammolaringizni hal qilamiz. Rahmat. Qaytgancha kommentariyaga fikrlaringizni kutib qolaman. Yozing, fikrlaringizni to'ldirib tashlang. Bu videoni kimga yuborishni o'zingiz bilasiz. Do'stingiz, yaqiningiz hammaga yuborib tashlang. Rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.